Assalomu alaykum do'stlar, Instagram kuzatuvchilari. Do'stlar, bugungi mavzuyimiz mana shu telefon platalarini manaki tillosini ajratib olishni o'rganamiz bugun. Mana bu sariq joylari mana pozolotchiniy bo'ladi, mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Mana shularni manaki sim kartalarni hammasini hozir men sizlarga qanday tayyorlash uslubini ko'rsatib beraman. Bo'ladigani Perix vodorod kerak bo'ladi, manaki Perix vodorod. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi, aptekaga sotadi. 100 ml bo'ladi, 100 ml, 3000 so'm atrofida turadi. Tuz kerak bo'ladi, o'sha rozvorga ishlatiladigan tuz. Limonli kislota kerak bo'ladi, mana limonli kislota. 16 ming so'm turadi 50 grammli. Mana kichkina paketchasi bir 6 ming so'm yoki 5 ming so'm atrofida turadi. Endi katta paketdan olsangiz ham bo'ladi mana. Limonli kislota. Xullas boshladik bo'lsa, do'stlar. Perix vodorod solib olamiz idishiga. Uch qoshiq limonli kislota tashlaymiz. Kichkina qoshiqcha bilan. Uch qoshiq mana ke. Aralashtiramiz yaxshilab. Ikki qoshiq tuz tashlaymiz. Tuz 2 qoshiq. Buni yaxshi aralashtiramiz do'stlar. Ana endi do'stlar, mana ke ichiga tashlaymiz buni. Platani tashlaymiz ichiga. Fleshkalar mana, telefon fleshkalari. Sim kartalar mana. Fleshkalar. Sim kartalar mana do'stlar, sim karta. Do'stlar, mana ke siqqanicha joyladim hozir ichiga. Endi buni yopib qo'yib, og'zini yaxshilab yopib qo'yib olib qo'yamiz endi buni. Hozir bir yarim soatdan keyin bu reaksiya kirishni boshlaydi hozir. Mana ke do'stlar, mana. Video davomida sizlarga jarayonni ko'rsatib boraman. Hozir bitta bir salkam kech qurungacha turish kerak, kechgacha bitta 8-9 atrofida turish kerak. Men video montaj qilib sizlarga buni retseptini ko'rsataman. Natijasini ko'rsataman sizlarga, mana ke. Chet joylashgan. Mana suv ham reaksiya kirishi, suvda ham rangi o'zgaradi mana. Suvda.